Ko'rib turganingizdek, pirnaxos desa hamma yaxshi biladi. Bir necha yillardan beri tuzatilmaganligi. Girib kelaverishingizda ishning yamolasini kutib oladi. Deyarli biz hozir kamida 3 kilometr yoki 4 kilometr yurdik. Juda ham abyor holatda. Bu videoni davomini qiladigan bo'lsak, juda ham ko'plab kadr bo'lib keladi. Shuning uchun qisqa va lo'nda qilib aytamiz. Assalomu alaykum. Bugun biz Urganch tumanidan emasmiz, Urganch shahridan emasmiz. Ko'rib turganingizdek, Pirnaxos desa hamma yaxshi biladi. Xiva tumanidagi Pirnaxos qishlog'indamiz. Bu yerdan murojaat kelib tushdi. Ya'ni yo'llar bo'yicha, yo'llar juda ham abyor holatda ekanligi, bir necha yillardan beri tuzatilmaganligi haqida juda ham ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldik. Keling, hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Undan oldin bir dana like bosib, kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Bundan tashqari yana qaysi tumanlarda yoki shaharlarda bunday yo'llarimiz bor? Pastda fikringizni yozib qoldiring. Girib kelaverishingizda ishning yamolasini kutib oladi. Endi tasavvur qiling, oldimizda qish boshlanishi bilan baribir qor, yomg'ir yog'adi va girib kelishimiz bilan shunning ahvol abyorligini ko'rib tursiz. Juda ham bir katta meteorit tushgan ahvolda, lekin hozirgi kunda bu yo'limizda kuniga minglagan avtomobillar shu yerdan o'tib qaytadi. Birozdan keyin xudo xolasa avtomobilda haydab turgan insonlardan fikrini bilib olamiz. Deyarli biz hozir kamida 3 kilometr yoki 4 kilometr yurdik. Juda ham abyor holatda. Bu videoni davomini qiladigan bo'lsak, juda ham ko'plab kadr bo'lib keladi. Shuning uchun qisqa va lo'nda qilib aytamiz. Xiva tumani hokimligi va yo'l qurilish sohasida ishlab turgan mutasaddi tashkilotlar bu yo'limizga e'tibor berib qo'ying. Juda ham qiynalasiz. Chunki hozir men aholi ichida yuribman. O'zi Pirnaxosga kirishingiz bilan aholi boshlanadi ekan. Hech qanday ochiqlik tarafi yo'q. Girganingizdan hamma tomoni chap ham, o'ng ham aholi yashaydi ekan. Yurt turganingizdek, aholi yashagandan keyin maktabga boradon va ishga boradon va qariyalarimiz, umuman o'rta yoshda yashaydiganlarimiz ham baribir shu yo'ldan yurishga majbur. Bu yo'limizda mashina to'xtamaydi. Yurt turganingizdek, Damas'mi, umuman turli xil mashinalarimiz shu yerdan o'tib qaytadi va har xil qiyinchiliklar to'g'ri keladi. Chunki yamani ko'rib tursiz, kamida juda ham katta, kamida ulug'roq to'g'ri santimetrlarni aytib o'tirishadi emas, lekin bu yamonlarga tushib chiqadigan odam menimcha mashinani hadovoyini 1 oy 2 oy ichida taxlatmasa bo'lmaydi. Chunki juda ham bir abyor holatda. E'tibor beradigan bo'lsangiz, uzoqlarga qarasangiz ham chang bo'lib yotibdi. Juda ham chang, chunki yamodan qochaman deb ikki tomondan chiqqandan keyin, trotuar bo'lmagandan keyin bu to'proqqa chiqib ketgan va shuning hisobini ham yer changib yotibdi. Mutasaddi tashkilotlarimiz bu yo'limizga e'tibor berib qo'ysangizlar, nur ustidan a'lo nur bo'lar edi. Juda ham ko'plab murojaatlar qilingan ekan xalq tomonidan, lekin ana deb 2-chorak, 3-chorak, 4-chorak deb hozirgacha hech qanday amaliy ishlar qilinmagan va undan tashqari mahalla raisidan bir narsa aytib o'ting, xalq tomonidan bo'lsangiz hammasi yaxshi bo'ladi. U deganim hokimiyatga bu murojaatlarimizni yetkazib qo'ysangizlar, nur ustidan a'lo nur bo'lardi va fikrlaringizni yozib qoldiring. Bizlarni qo'llab-quvvatlash uchun bizlarga podpisga bosib qo'ying. Ko'p odam bizlarga podpisga bosmaydi deb ko'radi ekan. Podpisga bosib qo'ysangizlar, bu hammamiz uchun yaxshi bo'ladi.